Oş şarı, Uçkun mal bazarı. Samuy bazarındayız. Qanchaga bağlı tatın al? Turpoq yo'q mu? Boz ha? Boz. Bu ekan 65 ming so'mga bağ bo'ladi. Qancha vaqtda to'q bo'ladi? Qancha vaqtda to'q bo'ladi? 1 oy. 1 oy narx beranda to'ydi deydi. Boz bu ekan 65 ming so'm kemi bor. Satamda meni qo'lim o'tgandan keyin sotadi. Qancha oladi turpoq to'y? 100 ming kam bor. 100 ming so'm kemi bor. Qanchani tug'an? Sizlar qanchadan tashlamoqchi? Ko'p tug'an. Qanchani? Qanchanchisi? Bilmayman aka, ko'p tug'an kendi. Çok bir altın tuttu. 100 ming so'm kemi bor ekan. Jelinler joyinda ekan, ha? Joyinda. Netseyi bor. Olasi 100 ming so'm kemi bor ekan. Pulini 100 dedi. Ko'p tug'an. Turpoq erkek ekan. Nerede köşek olur? Pazar bağısı deb yazsan YouTube'ga. Qancha kun bo'ldi tug'anda? 4-5 kun bo'lib qoldi. 4-5 kun bo'lib qolibdi turpoqni. Yaxshi mal qaraydi o. O'zini hisoblaganda Yaxshi sut bera turgan, sut qo'yib qo'ygan uchun shu vaqtcha so'yilib kelgan emasda. Jamon malni sразу sut joq qilasan. Bo'ladi. Yaxshi mal qaraydi. Qancha ekan buning bahosi? 95 ming so'm kemi bor. Buni qanchasi turpog'i? 3-chi. Bu qancha erkakmi? 10 litr sut bor. Turpog'i qancha ekan? 3-chi turpog'i 10 litr sut bor deydi. Jelinlari joyinda ekan. 10 litr sut beradi. Telefondan mal alıp Ha. Samuy bazar. Muratdan 90 mingda vaqtingiz ha? Qanchasi turpoq bo'ladi bu? 4. Mana bana. 4-chi turpoq. Ulug' degan. Erkek ha? Urg'ochi, Urg'ochi turpoq. 90 ming so'm kemi bor. Qancha litr sut bor ekan aka buning? 5 litr chiqdi. 5 litr chiqadi. 90 ming so'm kemi bor ekan. Mana qancha bo'lsa? 80. Bunun bahosi 80 ming so'm. Bunun turpoq erkek ekan ha? Bunun turpoq erkek. Boz emas bu? Vallahi turpoqlar qanchadan bo'ldi? Ben kaçadan algan ekan? Avukda. Ya bundan qanchada o'tasiz? 80 kam bor. Qanchani tug'an ekan bular? 2 turpoq. 80 ming so'm kemi bor ekan. Mana turpoq ikkinchisi. Jelim boshlarini beradi. Turpoq urg'ochga. Urg'ochi. Hayda, hoş. Mavludun bahosi 85 ming so'm kemi bor deb turadi. Sütü ayavay yaxshi. Jelinidan avvada. Turpoq erkek. 85 ming so'm kemi bor. Uydun bahosi qancha ekan? 110 ming. Mana qanchasi turpog'i? Ikkinchi turpoq ekan, bahosi 110 ming so'm. İçinde daha turpoq bormi? İçinde daha turpoq bor ekan. Bahosi 110 ming so'm. Mana turpoq
Urgaç eкен, urgaç. Şuralar qarab kelayinchi men. Туғандар ушул базар басына катталып коюңуздар. Азыр биз ой базар жакка өтүп, жылкылар жакка өтүп, баардыгын сиздерге кыскача алып беребиз.